Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. O'zinglar bilasizlar, men Rossiyadaman, Peterdaman. Bu videoni bilaman o'tkazib yuborasizlar. Agar videoni oxirigacha ko'rsalaring, o'zlaringizga foydali bo'lib qolishi mumkin yoki Rossiyaga yangi yaqinda keladigan tanishlaringga foydali bo'lishi mumkin. Mani direktimga juda ko'p kishilar yozyapti, aka shu videoni qilib chiqaring. Oldin video qilgandingiz, bizda yangi kelganlar aldanib qolyapti. Iltimos sizdan shu videoni qilib chiqing yana deganligi uchun, iltimos qilganim uchun sizlarga foydali bo'lsin deb o'zimni o'ylab, sizlarni o'ylab shu videoni yana qilyapman. Ko'p kishi hozir yangi Rossiyaga keladi. Har xil Telegram saytlar chiqqan, unaqa saytlarda tanishuv saytlar chiqqan yoki ko'chada yoki nimada tanishib qoladi qanaqadir qiz bilan. Keyin ular restoranga taklif qiladi. Restoranga borganingizdan keyin hech qancha ichmasdan, yemasdan turib sizga 50 ming yoki 60 ming shot olib keladi. Buni ko'p kishi biladi. Undan keyin siz beraman desangiz, barcha sizni nakazat qilib bo'lsa ham yoki qo'rqitib bo'lsa ham pulingizni oladi, javobingizni beraveradi. O'shaning uchun sizlardan iltimos, yaqinda Rossiyaga keladi bilaman. Shu videoni yaqinda Rossiyaga keladigan tanishlaringga tashlab qo'yinglar. Ehtiyot bo'lsin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, esinglarni chiqarmanglar, podpiska bosib qo'yinglar. Bizda faqat shunaqa manfaatli videolar chiqadi. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglar ehtiyot qilinglar. Rossiyada yurgan aka-ukalar, men shu fikrga keldimki, shu 3-4 kunning ichida ijtimoiy tarmoqlarni kuzatyapmanki, har xil dahshatli shu reydlar bo'layotganini ko'rib kuzatib boryapman. Bundan buyog'iga Rossiyada ishlash juda ham qiyin bo'lib boryapti. Lutchi boshqa davlatlarga ishlashga ketish kerakmikin deb o'ylab qoldim. Sabab hammada kimtimiz joyida bo'lsa ham pasportni qo'ldan olib, proverka qilamiz deb olib ketib 5-6 soat tikka turg'izib qo'yapti. Men o'zi shunday fikrga keldim. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Shu videoga bittadan like bosib qo'yishni unutmang. Omskdagi yong'inda 2 nafar o'zbekistonlik jarohatlandi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsuli Aslam Akbarov 15-avgust kuni Omskda qurilayotgan ko'p qavatli uyda sodir bo'lgan yong'inda jabrlangan 2 nafar o'zbekistonlik holidan xabar oldi. Shifokorlar ma'lumotiga ko'ra, 2 fuqaroning ham ahvoli og'ir. Ular reanimatsiyada davolanmoqda. Ulardan biri sun'iy nafas olish apparatiga ulangan. Yong'in payvandlash ishlari vaqtida izolyatsiyaning yonib ketishi oqibatida kelib chiqqan. 2026 yil 1-sentyabrdan boshlab Rossiyada xorijiy fuqarolar uchun tibbiy ko'rikdan o'tishning yangi qoidalari kuchga kiradi. Mamlakatga 90 kundan ortiq vaqtga kelgan chet elliklar kirgandan keyin 30 kalendar kun ichida tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart. Ilgari bu muddat asosan Rossiyaga ishlash uchun kelgan chet elliklar uchun belgilangan edi. Endi bu talab mamlakatga 90 kundan ortiq vaqt qolishni rejalashtirgan barcha chet el fuqarolariga nisbatan qo'llaniladi. Tekshiruv xavfli yuqumli kasalliklar va OIV infeksiyasi yo'qligini, shuningdek taqiqlangan moddalardan foydalanishni tekshirishni o'z ichiga oladi. Jarayondan so'ng tibbiy xulosa shu jumladan elektron shaklda ham beriladi. Ma'lumotlar Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining yagona axborot tizimiga kiritiladi. Agar chet el fuqarosida xavfli kasallik yoki taqiqlangan moddalardan foydalanish tashxisi qo'yilsa, tibbiy tashkilot 24 soat ichida Rossiyadan deportatsiya qilish mumkin bo'lgan qaror uchun Ichki ishlar vazirligi va Rosovnadzorga xabar berish kerak. Shu bilan birga tibbiy ko'rikdan bosh tortganlik uchun undan qochish yoki jazo choralarini kuchaytiradi. Shu bilan birga tibbiy ko'rikdan bosh tortganlik yoki undan qochish uchun jazo choralari kuchaytiradi. Qoidabuzarlar vaqtinchalik yashash muddatini qisqartirish, shuningdek 25 ming rubldan 50 ming rublgacha jarima va ma'muriy deportatsiya qilinishi mumkin. Belgilangan muddat ichida jarimani to'lamaslik 2 baravar ko'payishi hamda majburiy deportatsiyaga olib kelishi mumkin. Sankt-Peterburgda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari migratsiya qonunchiligining buzilishini aniqlash uchun keng ko'lamli reydlar o'tkazdi. Tekshiruvlar Vibirskaya, Narabejnaya, shuningdek Kantemirskaya va Politexnilskaya ko'chalarida bo'lib o'tdi. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari jami 119 nafar xorijiy fuqaroni tekshirib, ularning
19 nafarini turli huquqbuzarliklar uchun hibsga oldi. Reydlar odatdagidek ishdan so'ng charchab, uxlab yotgan muhojirlarni baqir-chaqir bilan uyg'otish, itlar bilan tekshirish va asirlardek muomala qilish bilan davom etdi. Port-Purkadan gapirib o'tamiz. 1-sentyabrdan muhojir yurtda yurgan vatandoshlarimizni nimalar kutmoqda? Mobilizatsiya, ya'ni bezdokument yurgan aka-ukalarimiz 1-sentyabrdan keyin urush bo'lib ketadi degan gaplar shunaqalar juda ham ko'p tarqalgan. Mana shu videoni oxirigacha ko'ringizlar, bittadan like bosib, mana shu video bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'taman. 1-sentyabrdan keyin reyslar uchmaydi degan savollar bor, telefon qilib so'rashadi. Video davomida sizlarga aytib o'taman. Hatman kanalimizga obuna bo'linglar, aeroportdagi holatlar, yangiliklar chiqarib boraman. Savolga kelayotgan bo'lsak, boshqa 1-sentyabrdan keyin reyslar uchmaydi yoki qanaqadir mobilizatsiya bo'lib, bezdokumentlarni ham urushga olib ketib qolishi mumkin degan savollar juda ko'p keladi, juda ham ko'p so'rashadi. Bu hammasi gap yolg'on. Bu mobilizatsiya bo'lgan taqdirda ham kimki grajdanin Rossiya o'shalarga tegishli narsa. Agar siz grajdanin O'zbekiston, grajdanin Tojikiston bo'lsangiz, pasportingiz grajdansiz, ya'ni Rossiyaning fuqarosi bo'lsangiz, bemalol chiqib ketaverasiz oldingidek. Ehtiyot bo'lib yuringizlar bo'ldi. Bunaqa har xil mish-mishlarga, har xil xavotirlarga bormangizlar. Aeroport Pulkova. Mana shu imon namuna kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Aeroportdagi holatlar, yangiliklar, aeroportdagi yangi chiqqan qonunlar hammasini chiqarib boraman. Bittadan like bo'lsa videoni tarqatib qo'yinglar, xavotirga bormasdan. Xo'p, akalar, ertalabdan noxush xabar. Akalar, bu videoni Moskvada Valbresda azonda ishlab yurganlar ko'rsin. Akalar, ishiga ham, puliga ham hammasiga qo'yinglar akalar, boshqa ish topinglar. Jonni riskovat qilmanglar akalar. Ko'rib turibsizlar, mana bugun ham Valbresga hujum bo'ldi Moskvada ertalabdan. Akalar, bu sklatlardan chiqib ketinglar iltimos. Yo uylarga ketinglar yoki boshqa ish topinglar. Hammani uyda ota-onasi kutib turibdi. Yana ba'zi birlarni ko'ryapman, shu hujumlarni videoga qo'yib tarqatyapti. Akalar, bu videolarni tarqatmanglar, qamalib yo'qib ketasizlar. Hali bu kechida Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlar nafaslarini ham o'ylab olishadi shekilli. Yana bir qonunga bir qancha o'zgartirishlar kiritildi. 4-avgust kuni Rossiyada 294-sonli federal qonun qabul qilindi. Yangi qonunga ko'ra, Rossiyada majburiy chiqarib yuborish, ya'ni deportatsiya qilishning 22 ta sabablari 45 tagacha oshirildi. Misol uchun, avvallari 22 ta sababga ko'ra siz deport qilishadigan bo'lsa, hozirda bu narsa 45 tagacha oshirildi. Masalan, politsiya yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning qonuniy talablariga bo'ysunmaslik, mayda bezorilik, ayrim miting qoidalarini buzish va boshqa huquqbuzarliklar uchun ham chiqarib yuborish qo'llanishi mumkin. Shuningdek, migratsiya qoidalarini buzish va noqonuniy mehnat uchun ayrim jarimalar ham oshirilishi mumkin. Ushbu qoida 2026-yil 3-noyabrdan kuchga kiradi. Ushbu yangi qoida bo'yicha Telegram kanalimizda to'liq post joylaganman. Telegram kanalimizga o'tib, ushbu yangi qoida bo'yicha bemalol tanishib olishlaring mumkin bo'ladi. Reyddan qochib suvga sakragan migrantlar reyd paytida o'rmonga qochgan, devordan oshgan, butalar orasiga yashiringan muhojirlar haqida xabarlar berilgan edi. Bu safar ular tekshiruvlardan qochib, to'lib toshgan, oqayotgan daryoga sakragan. Rossiyaning Blagoveshchensk shahri politsiyasi 3 nafar muhojirlar Zeya daryosidan chiqarib olib, ularni migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblamoqda. Erkaklar hibsga olinib, politsiya bo'limiga olib ketildi. Muhojirlar Zeya daryosi bo'yidagi kafeda ishlagan. Reyddan qochib suvga sakrab, qochib ketishga uringan. Yana bir ovqatlanish muassasasida ham tintuv o'tkazish paytida migratsiya qonunchiligini buzgan 3 nafar muhojir aniqlangan.